keksalik mo'ralab eshik qoqmoqda, bolalik qaytadan qaytarilmoqda, bizdan erta kunga nelar qolmoqda, umr o'tmoqdadir. Daryo misoli. Shuning uchun birodarlar, mana bu kompyuter o'yinga baylanib qolganlar, telefondagi o'yinga baylanib qolganlar, sizlar bekorchi narsa bilan shug'ullanyapsizlar. O'yin shunaqa narsa. Zoyi bo'lgan vaqt, maqsadsiz amal, foydasiz ish. Endi uni pulga ham olishar ekan, o tankani bazalarini. $2000 sotmadim deyapti. $2000 shu to'plab qo'ygan tankalarni sotmabdi. Virtualniy boyligini naqd boylikka aylantirdi. Bu qarangda, qaysi daraja aql yosh bola? $2000 chakana pulmi? Birodarlar, Alloh taolo men osmonni yerni bekorchilik bilan yaratganim yo'q deyapti. Haq bilan, maqsad bilan yaratdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha